क्या आप जानते हैं मुगलिया सल्तनत कैसे वजूद में आई और उस अजीम सल्तनत को वजूद देने वाला बाबर कौन था? बाबर तैमूरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला फातेह 1526 में पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखता है। बाबर वस्ती एशिया से आया था और पानीपत की पहली जंग में तोपों का शानदार इस्तेमाल किया। दिल्ली फतह करने के बाद उसने लाहौर को भी सल्तनत का अहम मरकज बनाया। बाबर अगरचे सिर्फ 4 साल हुक्मरान रहा, लेकिन उसने वो बीज बो दिए जिनसे एक अजीम मुगलिया सल्तनत परवान चढ़ी। 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ और तख्त उसके बेटे हुमायूं को मिला। Bugun sizni Kobul shahrining qadimiy bag'rida joylashgan tarixiy bir makonga, Bobur maqbarasi va Bobur bog'iga sayohatga olib boramiz. Bu maskan buyuk sarkarda, yozuvchi, shoir va bog'bon Temuriylar imperatorligining asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning abadiy oromgohi. Bobur o'z Boburnomasida Kobulning havosi, tog'lari va mevalarini mehr bilan tasvirlagan. Shuning uchun u ham vasiyat qilib, vafotidan keyin aynan shu yerda sevgan maskani Kobulda dafn etilishini istagan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Bobur 1530-yilda Agra shahrida vafot etgan. Ammo bir necha yil o'tib, uning jasadi Kobulga ko'chirilib, bog'i Boburda abadiy qo'yilgan. Bugungi reportajimizda Boburning nima uchun Kobulni oxirgi makoni sifatida tanlagani, shuningdek, uning jasadi qanday qilib Hindistondan Kobulga keltirilgani haqida qiymatli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Biz bilan qoling. 12.000 kişilik ordusuyla 100.000 kişilik orduyu yenen Büyük Timur'un soyundan gelen Türk kimdi? Hadi anlatmaya başlayalım. 15. yüzyılın sonları. O büyük hükümdar henüz 11 yaşında Fergana tahtına geçtiğinde önünde savaşlarla, sürgünlerle ve fetihlerle dolu bir yol vardı. O yolun fatihi Zahuriddin Muhammed Babür'dü. Şeybani Han'ın baskısı altında Semerkant'ı kaybetti ama yılmadı. Kabil'i fethederek yeni bir devlet kurdu. Fakat gözleri daha da büyük bir hedefe, Hindistan'a çevrildi. 1526'da Panipat'ta 100.000 kişilik orduya karşı 12.000 kişilik orduyla destan yazdı. Babür'ün dehası ve iradesiyle Hindistan fethedildi. Türk'ün mührü bu topraklara kazındı. Ancak Babür yalnızca kılıcıyla değil, kalemiyle de savaşan bir cihangirdi. Babürname, onun hatıraları değil, bir milletin tarihiydi. Uygur yazısından ilham alarak Hattı Babüri'yi icat etti, bu yazıyla bir Kur'an yazdırdı. Babür'ün soyundan gelen hükümdarlar onun mirasını büyüttü. Torunlarından Şah Cihan, eşi Mümtaz Mahal için dünya tarihinin en büyük aşk anıtını Tac Mahal'i inşa etti. Babür'ün orduları artık Panipat'ta at sürmüyor olabilir. Fakat onun adı Tac Mahal'in bembeyaz mermerlerinde hala yankılanıyor. Afg'onistondagi Bobur bog'ining tarixiy va bugungi manzarasi. Hurmatli buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning shaydolari. Shundayki, bilasizlar, Zahiriddin Muhammad Bobur otasi vafotidan so'ng 12 yoshida Farg'ona taxtiga o'ltirdi. Ko'p paytlar o'tmay, ichki urushlar sababli taqdir taqozosiga ko'ra milodiy 1504-yili Afg'oniston shimoli viloyati Qunduzga o'tdi. Keyinchalik Kobulni egallab olib, o'zini podshoh e'lon qildi. Ana shu tarixdan boshlab yengilib ovora bo'lgan Boburga baxt quyoshi kulib boqdi va ketma-ket yutuqlarga erishdi. U milodiy 1526-yili Dehli taxti egallashga erishib, Boburiylar yo Hind Ko'ragoniylar va yo Hind Temuriylari deb atalgan buyuk imperatorlikni asosini qo'ydi. Va Boburiylar imperatorligi 300 yildan osharoq Hindiston va Afg'onistonning katta qismatiga hukmronlik qilganlar.
lekin Boburning o'zi bilim, siyosat, tarix, she'r va adab bilimdoni bo'lib, chiroyli she'rlar yozib, turli san'atlarni sevardi. Hamda bog'lar yaratish va chiroyli binolar qurishga ko'ngil bilan mehr qo'ygan. Bobur esa mana shu ma'naviyat va madaniyat sevarligi o'zidan keyingi to'la meros qoldirdi. Shu jumladan bugungi ma'lumotimizga sizning diqqatingizni Bobur bog'i haqida tortamiz. Afg'onistonning qadimiy dam olish mantiqalaridan biri Kobuldagi Bobur bog'i 16-asr boshlarida o'sha paytdagi buyuk shoh Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan qurdirilgan. Haqiqatan Bobur bog'i Afg'onistonning tarixiy va mashhur sayrgoh maskanlaridan bo'lib, mamlakat poytaxti Kobulda joylashgan. Lekin ushbu bog'da Zahiriddin Muhammad Boburning maqbarasi mavjudligi bois mamlakat tarixida juda muhim va ahamiyatli mantiqadir. Bu bog' esa Kobuldagi Sher darvoza tog'i etagida qaror topgan hamda ushbu shaharning o'ziga xos me'morchiligiga asosan eng ko'zga ko'ringan maskanlardan biri bo'lib, tarixiy qadimiylik va me'morchilik san'ati jihatdan alohida ahamiyatga ega. Bobur bog'ining yana bir tarixiy ahamiyatlaridan biri uning jug'rofiyoviy joylashuvi deb ham ataladi. Ushbu buyuk va tarixiy bog' esa Afg'oniston turli millatlari uchun sayrgoh o'rin bo'lib, mamlakatning har bir tushungan va ziyoli insonlari ushbu bog'ning Kobulda mavjudligida faxrlanadilar. A king is defined by his kingdom. But what becomes of a king who is robbed of everything? When the throne of your ancestors is nothing but a distant memory, do you surrender to fate, or do you make the world your battlefield to reclaim what was lost? For Babur, the answer was clear. He did not merely want to reclaim a kingdom, he would forge an empire. Born in 1483, Babur was a prince of the Timurid dynasty, ruler of the small kingdom of Fergana, in what is now Uzbekistan. He carried the blood of Timur with pride, but that pride was no shield. At just 12 years old, he fought for his throne, only to lose it. He captured Samarkand, the fabled capital of his ancestor, only to be driven out again. For years, Babur was a wanderer, a king without a kingdom, with only a loyal army and an unquenchable dream. He was the wolf, driven from the steppes, but instead of starving, he grew more cunning, more dangerous. His gaze now turned south, toward the promised land of Hindustan. In the year 1525, having consolidated his power in Kabul, Babur received the invitation he could not refuse. A call from the disgruntled nobles of the Delhi Sultanate itself, inviting him to overthrow their sultan, Ibrahim Lodi. It was a gamble for the highest stakes. Babur commanded perhaps 12,000 men, a paltry number against Sultan Lodi's behemoth of over 100,000 soldiers and 1,000 war elephants. Any sane general would have deemed it suicide. But Babur was no ordinary general. He was a military innovator. He brought with him two secret weapons that would change the face of Indian warfare forever: artillery and Ottoman tactics. On the 21st of April, 1526, on a flat, dusty plain named Panipat, the destiny of India was to be rewritten. Instead of a foolish frontal assault, Babur established a formidable defense. He had 700 carts lashed together with leather ropes, forging a makeshift fortress. Between the carts he placed his cannons, and behind them his matchlock riflemen waited. When Lodi's massive army with its trumpeting elephants charged forward, it crashed against a wall of fire and steel. The roar of cannon, used on such a massive scale for the first time on an Indian battlefield, sent the war elephants into a panicked frenzy. They turned, trampling their own infantry underfoot. At that precise moment, Babur's elite cavalry archers, using the famed Mongol tactic of the Tulugma envelopment, swept around and slammed into the flanks and rear of Lodi's disorganized lines. The chaos was absolute. By midday, Sultan Ibrahim Lodi lay dead alongside 20,000 of his men. Babur's gamble had paid off. Delhi and Agra fell shortly after. From the ashes of the Delhi Sultanate, a new dynasty was rising.
the Mughal Empire had been born. The victory at Panipat was only a beginning. Babur was still a foreigner in a hostile land. The Rajput princes, led by the legendary warrior Rana Sanga of Mewar, saw him not as an emperor, but as another invader to be expelled. They forged a mighty confederacy, gathering an army that dwarfed Babur's own. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Zahiriddin Muhammad Bobur. U 12 yoshida valiahd sifatida taxtga o'tirdi. Samarqandni egalladi. Ammo uni saqlab qolishga xalqning madadi yetmadi. To'xtovsiz ichki urushlardan toliqqan yurti unga ortiq suyanchiq bo'la olmadi. Bobur 300 navkari bilan Hisor tog'lari orqali Afg'onistonga yo'l oldi va Qobulni zabt etdi. 1526-yilda Panipat maydonida Dehli sultoni Ibrohim Lodiyning 100 ming askarini atigi 12 ming kishi bilan tormor qildi. Shu zafar bilan Hindistonda 3,5 asrlik hukmronlik poydevorini qo'ydi. Bobur qilich tutgan, ammo yuragida sher bo'lgan sarkarda edi. U 47 yoshida Agrada vafot etdi. Vasiyatiga ko'ra, jasadi Qobulga, o'zi barpo etgan bog'i Boburga olib borildi. Zahiriddin Muhammad Bobur, qilich tutgan shoir, sher bitgan sarkarda.